Assalomu alaykum. Men jigar sirroz kasalligi bor. Homila bo'lish mumkin emasmi? Jigar sirrozi holati bu jigar hujayralarini ishlaydigan jigar hujayralarini 30% va undan kamayganligidan dalolat beradi. U sizni organizmingizni o'zi to'g'ri ishlatib sizni ehtiyojlaringizni qondirsa ham katta gap. Shuning uchun jigar yetishmovchiligida, ya'ni jigar sirrozida homilador bo'lish tavsiya etilmaydi. Nimagaki organizmga tushayotgan yuklama oshadi. Jigarga qo'pol tushuntirsak, jigarning ishi ko'payadi, nagruzka bo'ladi jigarga. Shuni oqibatida jigarni holati hozirgidan ham yomonlashishi mumkin. Shuning uchun unaqa riskovat qilmanglar. Homilador bo'lish tavsiya qilinmaydi. Qisqacha aytganda shu. Rahmat. Assalomu alaykum. Menda 22 yildan beri gepatit B kasalligi bor. Konsultatsiyaga oldingizga borishim uchun nima qon analizlari topshirib borishim kerak? Hozirgi kunda hech qanday dorilar ichmayman. O'zi eng to'g'ri varianti, siz bizga kelsangiz, biz sizni ko'rsak, keyin o'shanga qarab yozib beramiz. Nima analiz qilishimiz kerak? Odatda umumiy qon tahlili, qon biokimiyasi tahlili, UZI, qorin bo'shlig'i UZIsi, fibroskan, jigar fibroskan tekshiruvi, gepatit B, gepatit C, gepatit delta immunofermentga analizlar va gepatit B ni PCR usulida miqdoriy tekshiruvi talab etiladi. Bu minimal tekshiruvlar. Rahmat. Iloji bo'lsa shuni SMS qilib yozib yuboring deyshadi. Hech nima bezovta qilmaydi. Yiliga bir marta jigar uchun lecheniya olaman. Noto'g'ri. Kim shu bemormi? Ha, xuddi shu bemor. Gepatit B bor bemor? Yo'q, u jigarga bir yilda bir marta lecheniya olish u noto'g'ri. Balki lecheniya kerak emasdir sizga. Balki gepatit B ga qarshi, virusga qarshi dori ichishingiz kerakdir siz. Siz prosta nima lecheniya olyapsiz siz? U jigarga suv quyish, Zo'lishganmi u? Ha, jigarga qanaqadir ana qilish umuman u shart emas. Kerak bo'lsa qilish kerak, kerak emas bo'lsa bekorga zarar yetkazib qo'yishingiz mumkin. Kerakligini qilish kerak. Foyda qilaman deb. Ha? Kechki payt nima yeyishni maslahat berasiz? Tez hazm bo'ladigan, oshqozonga yengil. Kechqurun nima yeyish maslahat beramiz? Kechqurun salatlar yaxshi hazm bo'ladi, mevalar yaxshi hazm bo'ladi. Manta, somsalar-chi? Ular yaxshi hazm bo'lmaydi. Og'ir hazm bo'ladi ular. Shu Kechqurun ham manta, somsa yeydiganlardan bittasi men. Lekin semirmayman. Sababi nima? Sizda moddalar almashinuvi jadal bo'lishi mumkin. Balki harakatingiz ko'pdir. O'sha manta, somsalarni yeb olgandan keyin ham tinmasangiz kerak kechasi bilan. O'shaning uchun hazm bo'lib ketadi-da. Harakatingiz ko'p bo'lsa, u muammo emas. Endi ko'pchilik bizda harakati yo'q-da. Uyga kelib, ishdan kelib charchab, 10 ta mantini yeb, keyin uxlab olishadi. Siz uxlamasangiz kerak-da. Nimadir ishlar qilib chiqsangiz kerak. O'shaning uchun sizda hazm bo'lib ketadi. Savol. Klinikangiz qaysi shaharda? Toshkent shahrida, Yunusobod tumanida Welcome klinikasi, Dehqonobod 5A. Ha, menda nevroz bo'lganman. Tahorat olib ko'p o'ylayman. Tahorat sinmadimikan deb ko'p o'ylayman. Shunda nima qilay asabdan bo'lsa? Asabdan bo'lsa, sizga maslahatim, hozir bunaqa holatlar juda ko'p. Haddan tashqari xavotirlik, me'yoriy xavotirlik bo'lishi mumkin, haddan tashqari xavotirlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun maslahatim psixonevrolog degan mutaxassislar bor. Nevropatolog emas. Nevropatologlar miyadagi bo'ladigan organik buzilishlarga javob beradi. Ya'ni qon aylanishini buzilishi, oziqlanishini buzilishi, boshqa holatlarga javob berishadi va shuni davolashadi. Psixonevrologlar bo'lsa ruhiyat bilan shug'ullanadi. Aynan siz aytayotgan mana shu xavotir, qo'rquv,
boshqa har xil bezovtaliklar bilan shug'ullanishadi. Endi sizda bu narsa agar surunkali davom etursa, ertaga ruhiy buzilishlar kelib chiqishi mumkin. Ruhiy buzilishlar. Shuning uchun kasallikka demak boshlangan davrida o'sha psixonevrologga borib qo'rqmaslik kerak. Psixonevrologiya bu hali jinni bo'ldi degani emas. Shuning uchun vrachlar bilan maslahatlashib, ular bergan tavsiyalarga amal qilish kerak bo'ladi. Albatta 99% holatlarda bu kuzatilayotgan belgilar yo'q bo'lib, yaxshi bo'lib ketasiz. Faqat borish kerak, cho'zish kerak emas. Rahmat. O't qopini oldirgandan keyin qanchada yana doktorga borish kerak? Jigarga nagruzka tushadi, deyishgandi. Jigarga nagruzka tushmaydi. Jigaringizda nagruzka umuman tushmaydi. Jarrohlarni operatsiya qilgan jarroh tavsiyasiga amal qilasiz. O'sha qayta ko'rik belgilangan kunga borasiz. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, qayta borish kerak emas. O'sha talab etilgan ovqatlanish tartibiga amal qilasiz, bo'ldi. Rahmat. Suvni ovqatdan oldin ichgan yaxshimi yoki keyin? Yaxshisi bor. Uni umuman ahamiyati yo'q. Suvni ovqat vaqtida ichsangiz ham bo'ladi, bemalol. Ko'pchilik hozirgi vaqtda ovqat vaqtida ichish tavsiya qilishyapti, suyuqlik. Nimaga? Chunki yeyotgan ovqatingizni hazmi yaxshilashadi. Ovqat suv bilan bo'kkani sababli, demak, haligi yumshaydi, tezroq hazm bo'ladi, yaxshilaydi. Oldin shunaqa tushunchalar bor edi, kislotani suv suyultirib yuboradi, natijada hazm buziladi degan bu hozirgi vaqtda noto'g'ri fikrlar bo'lib chiqyapti. Umuman suv kislotani suyultira olmaydi. Sizni oshqozoningizdagi kislotani suyultirishga kuchi yetmaydi. Oshqozoningizda kislotani suyultirish uchun siz bir chelak suv ichishingiz kerak. Siz bir chelak suv icha olmaysiz-ku, ichsangiz 1 stakan suv ichishingiz mumkin. Ovqat bilan 2 stakan suv ichishingiz mumkin. Umuman 1 stakan, 2 stakan suv umuman oshqozoningizda kislotani suyultirmaydi. Ya'ni hazm jarayoniga salbiy ta'sir qilmaydi. Nabarot ijobiy ta'sir qiladi. Bemalol suv ichsa bo'ladi. Kunlik suv miqdorini qanday qilib hisoblaymiz? Kunlik suv miqdorini hisoblash formulasi bor. Men o'zim hozir sizga aniq ayta olmayman, lekin o'rtacha hisoblamasdan ham ichsa bo'ladi. Bitta odamga o'rtacha 70-75 kilolik odamga 1,5-2 litr kuniga suv ichish talab etiladi. Mana shundan kam ham, ko'p ham maqsadga muvofiq emas. Ya'ni 1,5-2 litr suv ichsangiz shunday yetadi sizga. Rahmat. Endi agar kerak desanglar, menga Telegram yoki anaqadan yozib yuborsangiz, Instagramda men aniq ko'rib aytaman, lekin hozir formulasi esimda yo'q. Uni hisoblaydigan formulasi bor o'zi. Kattakon rahmat, jon-jamon bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.